daftarga yozamiz. Zichliklari teng bo'lsa, moliya massalari ham teng bo'ladi deymiz. Chunki zichlik o'zgarmagan holatda moliya massasi ham o'zgarmaydi. Tushunyapsizmi? Endi biz uning zichligini aniqlashimiz uchun formula so'raydi. Ro teng katta M taqsim V. Massasi 30. Demak, bizga 30 ni beramiz. Biz buni chiqarib tashlaymiz. 28 bo'lganini olishimiz kerak. Gazlar aralashmasida niyozning bitta molekulasi isteroidning ikkita molekulasi to'g'ri keladi. Aralashmaning so'zga e'tibor beramiz. Nukleus degan so'z bor ekan. Nukleus so'zi yadro degan ma'noni anglatadi. Ya'ni nukleonlardan tashkil topgan. E'tibor bersak, yadroning atrofida elektron harakatlanyapti. Yadroning ichida esa ikkita zarrachani ko'rsatyapti. Neytronni ko'rsatyapti, protonni ko'rsatyapti. Mana yadroning ichida elektronlar, yadroning atrofida elektronlar harakat qilyapti. Yadroning ichida esa proton va neytronlar harakat qilyapti. Buni biz litiy atomi deb ko'rsatilgan. Litiyning tartib nomeri nechaga teng edi? 3 ga teng. Shuning uchun mana 3 ta elektron harakat qilyapti. Bu yadroning atrofida elektronlar shunday harakat qiladi. Natijada markazdan qochma kuch hosil bo'lish hisobiga elektron yadroga qulab tushmaydi. Ko'ryapsizmi, marg'ansizlar? Mana yadrosida neytron bilan proton bor. Protonlar soni 25 ta, elektronlar soni ham 25 ta, neytron soni 30 ta. Mana bu elektron shunday harakat qilyapti. Natijada yadroga qulab tushmaydi. Agar qulab tushadigan bo'lsa, bu atomning strukturasi, ya'ni tuzilishi o'zgarib ketadi. Natijada yadroda portlash sodir bo'ladi. Vodorodning nimasi yo'q edi? Neytron yo'q. Ko'ryapsizlar, atom massasi ham 1, protonlar soni ham 1, ayirsak 0. Neytron yo'q. Faqat u yadroning atrofida bitta elektron harakat qilar ekan. Biz mana natriy bo'lakchasini suv qo'shamiz. Suv bilan ta'sirlanadi. Temperatura beramiz. Jarayon ketyapti. Buni yaxshilab e'tibor bersak, natriy suv bilan reaksiyaga kirishyapti. Natriy gidrosidan vodorod ajralyapti. Mana gaz chiqyapti. Bu gaz chiqishi eritmadagi massaning kamayishiga olib keladi. Yaxshilab e'tibor bersak, agarda shuni biz teskasini qiladigan bo'lsak, suvni ko'proq qo'shadigan bo'lsak, reaksiyamiz birdan to'xtaydi. Hozir nitrotdan ishga qo'yamiz. Eritmadan gaz ajralishi kuzatiladi. Ko'ryapsiz, shiddat bilan gaz ajralishi kuzatiladi. Buni endi reaksiya tenglamasi ham shunda ko'rsatilgan. Doskaga ham yozsak bo'ladi. Birinchi mis konsentrlangan nitrat kislotani reaksiyaga kirishyapti. Bundan chiqadi mis 2 nitrat azot to'xtovsida suv. Azot to'xtovsida qo'ng'ir rangli gaz ajralyapti. Eritmadagi mana qo'ng'ir rangli gazimiz edi, bu qo'ng'ir rangli gaz ajralyapti. Agar biz mana shu temperaturani pasaytiradigan bo'lsak, reaksiyamiz sekinlashadi. Bu reaksiyalar temperaturaning borish sharoitiga bog'liq. Temperaturani pasaytirdik, reaksiyamiz sekinlashdi va ko'p rangli eritma hosil bo'ladi.